ota-onamda uxlab yotgan edim. Qo'shnixonadan kelgan shovqin esa meni uyg'otib yubordi. Men turib uni tekshirishga qo'rqdim. Shu bois ota-onam nimadir qilayotgan bo'lsa kerak degan xayolda uxlashda davom etdim. Bu shovqin meni yana uyg'otib yubordi. Bu shovqin mening eshigimning tagidan kelayotgan edi. Shunda birdan men u yerda qandaydir sharpani ko'rdim. Eshik sekin-asta ochilib, u ichkariga kira boshladi. Bu inson emas edi. U o'zi bilan inson tanalarini sudrab kelar edi. Bu tanalar esa ota-onamga tegishli. Men bir amallab o'zimni uxlayotganga solar edim. Bu maxluq esa ularning tanalarini devorga menga qaratib suyab qo'ydi. Ularning dahshatli yuzlari menga qarab turar edi. Shundan so'ng u men tarafga harakatlana boshladi. U mening oyoq tarafimga o'tib, devorni tirnoqlari bilan o'ya boshladi. Shundan so'ng u dahshatli kulgusi bilan krevat ostiga kira boshladi. Qanchadir vaqtdan so'ng men uning devordagi yozuvini o'qidim. Yuragim bundan to'xtab qolay dedi.